Ayni damda biz G'ova qishlog'ini eng chekka joyda turibmiz. O'rtoqlar, mana shu joy, mana Qirg'iziston, bu yog'i O'zbekistonda turibmiz. Hozir mana o'rtada turibmiz. Sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsatmoqchimiz, o'rtoqlar. Videoga faqat like bosib qo'yinglar. Odam yashaydimi, yo'qmi bu yoqda? Bu ana shu joyda teri kasalliklarni davolovchi suv bor ekan. O'rtoqlar, mana shu suv 600 metr pastlikdan chiqqan ekan. Voy, rostdan issiq. Bu teri kasalliklarni davolar ekan.